tajribaga soqsin, dunyo sog'lig'iga erishaylik kim. Bu yerda ikki Layli va Majnundek bir insonlarni xonadonini biz obod aylaylik. Kerakli ag'ir odam bir qo'yilgan. Lekin ko'proq qadr olaveradi. Aygan bu boshlamasmi? Tomdan. Olyat. Batal aka, nima qilyapsizlar? Bitirib qo'yinglar, ozgina ish qoldi. Nega tuzimisiz? Nima bilan o'tiribsiz? Yo'q o'zim, hayratdan bunday qo'yim, nima? Ko'nglingizni yordam o'xshab o'tiribsiz. Siz charchamasizmi? Yo'q. Yana bunday bitta narsa. Xo'p, Mashet o'ylab o'tiribsizmi? Shuncha ish tugatib qo'ying. Qoyil, ona, jigarsiz deyapti. Tarixga til oling. Jigarni men sizlarga gapirmayman. Adaham aka, hali Somovarda doim o'tirib dam olib kelayotgan Adaham akamiz. Qadrdonlar mahalladan ehson bor ekan, 100 so'm. Kim dedingiz Adaham aka? Azizjon akamning o'g'li Azizbek. Azim akamning o'g'li Azizbekdan kelgan ehson bizga keldi. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin aka. Voqif bersizlar qadrdonlar. Bular kelishidan bir kun oldin debdi. Hoji bobo, mana shunaqa bir ajoyib voqea bo'ldi. Onam rahmatli tushimga kirib qoldi debdi Abduham aka. Onam rahmatli kelib bir hovuch qo'lida 2 hovuchlar olib kelib shikolat berib, seni yoningga juda ko'pchilik kelyapti, ehson qilgani. Seni rizqing kelyapti, bolam, deb turib qo'liga shikolat berib ketdi. Qarang, mana shunaqa tush ko'rdim deb hoji bobo. Chunki bu mana o'tkir akam, hoji akam, bu inson hozir mana qancha ishlarni bitkizib yubordi. Mana bugun mana shu so'kilni qilamiz. So'kilni bitkizamiz Abdurahmon dedi. Mana bitdi xudo xohlasa. Hozirga ertaga qilmasak iloji yo'q joyi. Ressurslarni bitkizdi. Hoji akam o'zini mana plani bilan o'zi rejalashtirib plantani tayyorlab qo'ydi. Hoji akam qurgan planta bo'ldi bu. Hoji akam qurgan devor bo'ldi bu. Hoji akam qurgan devor bo'ldi bu. Navesi ham hoji akam o'zi nima qilgan. Ilik mashada bilinar ekanda qadrdonlar. Lekin hammani maqtayapsiz-ku. Ayt akam maqtash kerak emasligini bilasizlar, o'zinglar qadrdonlar. Ayt akam maqtash shart emas qadrdonlar, o'zinglar bilasizlar. Ayt akam gap yo'q lekin. Alloh rozi bo'lsin. Endi akalar buni haligi nima, bu yerda o'zimizni o'zimizdan xursand qilishimiz kerak. Qilayotgan ishimizdan mamnun bo'lishimiz uchun bitkizib qo'yishimiz kerak buni. Video maqsad shu-da bu yerda. Vaqtga kelib eslab odamni baribir shu rizq beraman, tirikchilik qilaman deb turib vaqt kelganda bunaqa narsalar ozgina yoddan chiqib qoladigan paytda manaqa vaqtlar bo'ladi deb turib shunday videoga kirib turib qarasangiz, shu paytlar esga tushadi aka. Ammo gap yo'q.
Kiradigan ag'ir ota bir yetmay qoladigan ekan. Lekin men ko'proq qatirib olaveradi. Qayga bu? Tomdan. Olyapti. Sanayaptimi? Ketasiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hayot akami, qadrdonlar, bugun surprizlar ko'p bo'lyapti. Hayot akami, qo'shnisi, o'g'lining ustasi, tunika sohasida shug'ullanadigan, faqir yasaydigan usta akamiz, Mirsayit akamiz. 8 dona. 8 dona 2 metrlik tunika. U tunika nimaga? Orqa prantomimizni yopgani, men ehson qilaman deb shu bloger bolalarga, ukalarimizga deb bittadan faqir ham chiqarib. Tanjonlar sog' bo'lsin, duo qilasizlar qadrdonlar. Tunikaga pul berishdi, mana o'sha tunikadan ortgani ham. Oshib ham qoldi. Tunikaning pulini bergan ekan. Tanjonlar sog' bo'lsin. Orqa prantonimiz muammo bo'lib turadi qadrdonlar. Hamma o'shani gapiradi. O'zi mablag'imiz yetkazolmay ozgina qiynalib turgan joyimizda frontomni men bo'ynimga olaman deb turib, Hayot akam bilan kelishilgan holatda Hayot akamlar tomonidan tunikasini olib berdi. Tanjonlar sog' bo'lsin. Rekamiz bor edi ortib qolgan, xudo xolasa yetib olsa, shu rekamiz bilan qatirib yuboramiz inshaalloh. Qadrdonlar duo qilib qo'yinglar, Mirsayit akam ham tanjonlar sog' bo'lsin. Ota-onalari bor-a? Ota-onalar bor ekan. Ota-onalar chetda-ku. Motorola emas, Mirsayit akam ota-onasi bormi deyapti. Bor, yo'q, Bor. Allashib ketdi gaplar qadrdonlar. Ota-onalarni ham duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. Baxtiga umrlar uzoq bo'lsin. Mirsayit akamning shunaqa ehsonlarga qo'shilib yurishiga sababchi bo'ladigan bu ota-onalarning duogo'ylari umrlari uzoq bo'lib, tanjonlari sog' bo'lsin. Qadrdonlar duo qilib qo'yasizlar. Deyarli o'zim qilib bo'ldim-ku, duoda sizlar ham qilib qo'yasizlar endi. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qadrdonlar hali ham ishlayotibsizlar mana. Men Abdurahmon. Adash Abdurahmon. Uxlamay ismimizga ko'rsatib bo'lyapti. Yomon gap ko'rsatadi adasham. Mo'g'ullar taniysizlar? Bir oyga kelardi, oxirgi kunlarda faqat mashida yashayapti. Gazini bosyap, lakni ham uringlar. Lak bosinglar. Hojibom qochyapti. Hojibom sekin-sekin. Mana. Hoji buva sizlarga ko'pchilik duo qilyapti. Salomat bo'linglar, rahmat. Rasa istarasiz, nurli odam ekan deyishyapti, usta bu. Rahmat hammalariga. Kuzatib turganlarga rahmat. Hoji buvam shu mahallani eng eski sartaroshlaridan ekan. Men ham hoy kuni bilibman. Oldin usta buva deysa, nimaga uni deyishyapti ekan desam, sartarosh ekan shu mahallada. Obedgacha sartaroshxonaga chiqib, keyin hayvonlarga qaraydigan ish ko'p ekan. Hoji buvam endi o'shab chiqib kelyapti. Rejalashtirilgan. Sistemali ish rejimiga ega hoji buvam, usta buvam. Chetga chiqarmaymiz. Salomat bo'linglar. Hoji buvam qo'shnining uyi obod bo'layotganidan hammadan ham xursand. Hoji buvamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qo'shning tinch, o'zing tinch, to'g'ri. Hoji buva keling, yorliqqa birpas gaplashaylik, unaqa qiling. Keling. Ya, har bir chiqmasak bo'lmaydi. Yo'q, bu esdalik bu hoji buva hali. Keling, hayo, birpas gaplashamiz hoji buva. Mana shunaqa gaplar, qadrdonlar. Hoji buvam bilan gaplashsam men maza qilyapman. Bunaqa odamlar hali maqtash emas bu, kam bo'ladi. Ko'ngli toza, ko'ngli ochiq, yaxshilikda hamma yo'lda haligi darrov sezadigan odamlar kamda. O'zi hoji buvam boshida hayron bo'lib turadi. Bular deydi ajoyib ishlar boshlashib yuboryapti deb turib, keyin o'zi taassurotlarini aytib berdi-ku oldingi videomizda. Biz bunchalik bo'lishini bilmadik-da. Haqiqatda. Ko'rib qo'limizdan hech narsa kelmasdi, lekin mana sizlar qaydan keldilaring bilmadim. Xudo yetkazdi-da, narida. Haqiqatda yetkazdi. Alloh ishi. Xudoga yetgan yerlar bor ekanda bu bularni ham. To'g'ri. Ertaman singildi ham. Ertaman hoji bu nima aytdi-da? Haligi Rustamjon hojilarda keldi-ku ertalar. Ertalar Rustamjon hojilarda biz eshitmadik uni. Hamidullo aka Hamidullo akamlarni, Hamid akamlarni bansaga olib ketayotgan kuni hojilarga aytib beribdi. Bular kelishidan bir kun oldin debdi. Hoji buva mana shunaqa bir ajoyib voqea bo'ldi. Onam rahmatli tushimga kirib qoldi debdi Abduhamid aka. Onam rahmatli kelib bir hovuch qo'lida 2 hovuchli olib kelib shokolad berib, seni yoningga juda ko'pchilik kelyapti, ehson qilgani.
Seni rizqing kelyapti bolam deb turib qo'liga shokoladni berib ketdi. Qarang, mana shunaqa tush ko'rdim deb hoji buvaga aytib beribdi. Tanam g'alati hozir o'zim aytib berayotganimdan tanam jivrab ketyapti buni eshitib. Haqiqatda tushlarga ham bir bo'lar bunaqa narsalar. Haligi shu o'yladim-da men hoji buva kelgan. Ha dedim, avvalo Allohning ishligini men fikran bilaman. Lekin jismonan mana nima desam bo'ladi? Vaqtni izni bilan shu tushni eshitib turib, yana ham iqror bo'ldim-da bunga. Bu yerga kelishimiz, shuncha odamni ehson qilishi, mana shunaqa qilib kechalari bilan kuchimizni sarflab, mana shu yerda bitta odamni xursandchiligi uchun ish qilishimiz, bu o'zimizni ila ixtiyorimizdagi narsa emas-da bu. Bizni bu taqdirimiz bu. Mana shu yerda turibmizmi? Bu bizning taqdirimiz. Alloh shunga bizni yo'llab qo'ygan. Haqiqatda. Shunga bir iqror bo'lib, ichimda bir o'ylab qo'yapman-da. Qoyil qolish kerak. Haqiqatda Qoyil qolish kerak. ehson qilganlarni ham qarang. Ha, Hayron qolasiz, ehson qiladi. Bir xillar bari berolmaydi-da. to'g'ri. Bo'ladi. Bir ko'ngliga solmaydi-da. To'g'ri. To'g'rimi? Ba'zi bir odamlar borini bergisi kelar ekan, odamlarda beradi. Bir xil odam o'zini majburlasa ham berolmaydi-da. To'g'ri. Shunaqa odamlar bor. Ichimizda. Ko'ryapmiz-ku. Mana ehson qilganlarni ko'rib ham hayron qolyapmiz-da. Haqiqatdan hayron qoladigan darajada, ha, haligi opalar kelganda ham bir hayron qoldingiz-a? Haqiqatda qarang. Shu opalar. O'zlarining oilasi bor bo'lmasa, ularning bola chaqalari bordir. Shundan ortqizib shunaqa ehson qilganni o'ziga qoyil qolish kerak. Haqiqatda hayron qoladigan. Xudo bunaqa xayrli ishlarni har kimga ham berolmaydi Xudo. To'g'ri. Qalbiga solish kerak ishni. Qalbiga solish kerak. Bu Qalbiga solish kerak. qayta aytyapsiz-ku, buni boshqarib, buni anaqaga keltirish ham sabab chiqarib, shuncha odamni sabab chiqarish ham oson ish emas. emas-da bu. To'g'ri, hali yig'ib bitta joyga to'plab olish oson emas. Qozonni ham, sizlarni ham shay kelgandan keyin tanidim men. To'g'ri. Ko'rmaganmiz bularni. Boshqalarni eshitardik, sizlarni. Bunaqangi katta abituriyentlaring borligini bilmaganmiz biz. Boshqalar bitta gap aytaymi? Qolganlar jidcha bo'lsa ham, yomon ko'rsa ham mayli, aytaman bari shu gap. Ayting. Men to'g'ri sizlar saqlanib qolsam kerak deb o'ylayapman. Ketsam. Nimaga deng? Bu bunaqa muhitni men ko'rmadim boshqa joyda. Bunaqa muhit, bunaqa bir mehrni, mana Fazillo akam, "Kel" dedi oshnasini. Nima qilyapsan dedi. Meni plyampa chola qolyapti ekan, qilish kerak ekan dedi. Akamiz o'zi ishxonasidan, davlat ishidan bugun ta'dirlanish olgan ekan. Uni yuvib yurmoqchi edik, bormoqchi edik, lekin ko'nglim bo'lmay keldim dedi. Oshnasi bir og'iz chaqirib, men eshitib turibman telefonda. Chaqirdi, keldi Fazillo. Abdurahmon telefon qilyapti, efir qilyapman. Qayta qilyapti. Dedi, Abdurahmondan achchig'im keldi o'pa. Qilaveradi mana shu bola, hech bir tushunmaydi shu, olmasam ham deb so'kib turdim. Keyin efir to'xtatib qo'ydimda, qaytarsam ko'tarmadi, futon qo'yapti bu dedimda, keyin yana qaytardi. Qadaslar aka shuni so'raydi dedim, ishda bo'lsanglar boray deyapman, uyda o'tira olmayapman. Shu yerdamiz biz desam, darrov uchib ketdi. Xutondan to'g'ri boraman men. Mashqlar deb. Qalbiga Xudo solganda rozi bo'lsin. Hozir mana sovuqda kimga zarar bu? Albatta mazza qilib, televizor ko'rib, yo'qsa telefon o'ynab o'tiribdi hozir yigitlar qaylarda. Aslida kimdir telefon o'ynab o'tiribdi, lekin bu yerda hali ichiga sig'dira olmayman, ish bo'lyapti. Andijondan bolalar kelib mana shu yerda ish qilishyapti deb o'tira olmayotganlarda bular uyda. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Qadrdonlar, hali duo qilib qo'ylardi, ko'p aytyapmiz, lekin bu yerda jarayonning ichidaligimiz uchun beixtiyor yana aytaveryapmiz. Shu yerda xizmatdagilar duo qilinglar, qadrdonlar. Shu duolar uchun, shu bizni ota-onamizga aytayotgan rahmatlaringlar uchun bizda rag'batlantirish bo'lyapti, ichimizda shijoat uyg'onyapti shundan. Shuning uchun biz bu yerda sovuqda ham, kechasida ham xizmatdamiz. Qadrdonlar duo qilinglar, kommentlarga chiroyli yozuvlarni yozinglar. O'qib xursand bo'laylik. Mana shu yerdagi hamma insonlarning iloji bo'lsa, ismini bilayotganlar aytib bo'lsa ham yozinglar, iltimos. Rahmat. Mana o'tkir akam, Hoji akam mana boshchilikda mana Hoji buva bir bitta aylanib qo'yaman endi. Chunki bu mana o'tkir akam, Hoji akam, bu inson hozir mana qancha ishlarni bitkizib yubordi. Mana bugun mana shu so'kildi qilamiz. So'kildi bitkizamiz Abdurahmon dedi. Mana bitti xudo xolasa. Ozgina Fazillo akam boshida meni achchig'imga tegib yurdi. Keladi,
nima bo'lyapti deb turib anaqa kiyib oladi. Bagati kiyib olib ish bo'lyaptimi deydi. Odamlar qarang, gap bo'ldi. Men uyimda ishim qaram, savob Yo, bo'lay deb. o'zim aytaman, hozir o'tirib turing, siz eshitib turing. Savob bo'lay kelyapti shekka. Keyin achchig'im kelib yurdim, siz dedim, siz qanaqasiz? Kelib turib sekin ketaverasiz. Bir ikki so'zsam, Abdurahmonjon, mening ishim ko'p, siz bilmaysizlar deb turib qaytib ketaverdi. Keyin qarasam, Fazil akam kelmay qolganiga men siqilib olib qoldim. Xabar olib ketib o'rganib olibman men. Lekin har kuni keladi. Jitcha bo'lsa ham yordami tegib ketadi, quruq ketmaydi. Shu kelib ketaverayotganiga achchig'im kelyapti. Mana endi ishlarimni ham tashab, kechasi bo'lsa ham ishlayapti. 3-4 kundan beri har kuni shu edi. Alloh rozi bo'lsin Fazil akamdan. Odamni oldindan baho berish to'g'ri emasligini mana shu Fazil akamdan men anchagina bildim. Qadrdonlar, haqiqatda odamga oldindan baho berib bo'lmaydi ekan. Insonni ichini bilib bo'lmaydi ekan. Oshnalaridan Fazil akani qanaqaligini gapirish berdi, bildim men. Maqtash ham kerak emas lekin yaxshi insonni baribir yaxshi deb qo'yish kerak. To'g'ri. Bu yerda qalbi toza zo'r bolani aytaymi? Mana Umidjon bo'ladi. Ha, Umidjon. Zo'r bola bu. Umidjon. Yaxshi insonni o'g'li. Ummatal akamning o'g'li bo'ladi. Ummatal akam qadrdonlar videolarda aytyapmiz, hammomni kafellarni o'zi sotib olib kelib, o'zi yopishtirib, hammomni bitkizyapti. Hozir Ummatal akani ota-onasi betob, ko'ngliga sig'adigan paytda emas. Lekin o'ziga o'zi va'da qilib qo'ygani uchun kelib qilyapti qadrdonlar. Insoniylik deb shuni aytadi. Juda men o'zimning ichlarim g'alati bo'lib ketyapti. Bu gaplarni gapiryapman, oson emas lekin. Mana kelayotganlar yo olamiz kelinglar. Meni zo'r gaplar ketyapti. Ichiga sig'maganlar kelyapti. Ish bo'lyapti ekan deb turib mana uydan chiqib kelishyapti sekin-sekin. Qadrdonlar, mahallaga gap yo'q, haqiqatda gap yo'q. Keling. Nasherda nima qilsak deyman deb turdim. Fazil aka Ketdi mana. bari quyib yuboradigan bo'pmiz-da. Kuyuramizda. Ha, bo'ldi, tugab ketsin bu ham, qolmasin. Ha, qolmasin. Endi ketdik. Jigarda oldiga borib kelamiz. Jigarda oldiga, qadrdonlar. Jigarda oldiga ketdik. Jigar. Ha, qochasizlar. Ayt akaman mana shu yerda. Ko'ngli bo'lmaydi icham. Kelavringlar. Ajalda. Ana nimalar? Ha, akalarimiz ham mana hasharda, xudo xolisa. Hatto bo'lyapti, xudo xolisa tugatib inshaalloh yangi yilga. Darun akam shu yerda. Sho'rajon hoji akam ukalari bo'ladi, Darun akam. Hammalarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aka, Darun aka sizlarga ham. Mana Darun akamlar ham abetimizdan kamchiliklar bo'lsa xabar olib turishdi bular ham. Alloh rozi bo'lsin. Ishdagi odam, lekin baribir ko'ngli bo'lmay chiqib nima kamchilik deb qo'li ko'sida chiqadi akamiz ham, hayron qolaman. Insoniylik mana shu yerda bilinar ekanda qadrdonlar. Lekin hammani maqtayapmiz-ku. Ayt akam maqtash kerak emasligini bilasizlar o'zinglar qadrdonlar. Ayt akam maqtash shart emas qadrdonlar, o'zinglar bilasizlar. Ayt akam gap yo'q lekin. Alloh rozi bo'lsin. Endi akalar buni haligi nima? Bu yerda o'zimizni ham xursand qilishimiz kerak. Qilayotgan ishimizdan mamnun bo'lishimiz uchun bitik qilib qo'yishimiz kerak-da buni. Video maqsad shu-da bu yerda. Vaqtga kelib eslab odamni baribir shu rizq teraman, tirikchilik qilaman deb turib vaqti kelganda bunaqa narsalar ozgina yoddan chiqib qoladigan paytda manaqa vaytlar bo'ladi deb turib shunday videoga kirib turib qarasangiz shu paytlar esga tushadi aka. Ammo gap yo'q, ammo katta ish bo'ldi. Eslab bir maza qiladigan narsalarda bular. Shuning uchun imkon qadar tarixga aylanib qoladi. Tarixga aylanib qoladi-da. Eng asosiysi shu. Sizlar sharofatli shunchalik bo'lib mana yo'q narsa dunyoga ketishda yo'q. Shu Uyimizda uxladi bo'l hozir. gap so'z yo'q. Gap yo'q ammo. Rahmat akalar. Mana osmondan qiz bo'lsa ham tinmay o'ylasa. Nimada suv? Endi bizdan Kimdir uxlayapti deydi hozir. Kimdir qandaydir bo'lsa ham o'zini hissasini qo'shdimi, hammasi Alloh rozi bo'lsin. Hamma odamni betga turgan xizmati Allohning yo'lida. Alloh yo'lida inshaalloh. Olamanmikin deb xizmat qiladi. Eshityapmiz, aytib ketdim juda ko'p
Hadiyalar, sovg'alar, insonlar berishyapti-ku, hammasi Allohning yo'lida. O'shalarda ajrni hammaga taqsimlab bersin Alloh. Qarang, Davron aka, bu yerda mana shu sovg'a salomlar oila uchun keladi-da. Masalan, gilamni deysizmi, butun jihozlari deyarli pulga sotib olinmaydi-da ular. İnsanlar o'zi kutib turadi bizni pressimiz bitishini. Shunaqa yaxshi insonlar bor, kutib shunisini men qilay deb tolashadi. Mana gilam tolash bo'lib ketdi, ulgurmay qolib, Hoji akam Rustamjon hojidan ham olib keldi gilamni. U nima bo'pti? Yonida gilam magazin bor. Shundan qandaydir anaqa bo'lishgan. Aniq summasi qanday bo'lgan, qanaqa bilmayman, lekin hojdada bitkizib keldi gilamni. 10 oyda 10 ta bek topshiribsizlar a? 10 oyda 10 ta bek topshirdi. Qo'yil qoldimi, gap yo'qmi, malaka. Hoji akam aytishyapti, unga beradigan pulni boshqaga sarflaydigan bo'lsa, gilamni puli qayergadir ketarga, endi gilam o'rniga bo'pti deganini eshitdim. Ha. Men ham ish bilan bo'lib, shuni nima qila olmay qoldim. Rustamjonning videosini mana shu yerda bo'lib o'zim ko'ra olmadim-da. Chunki bu yerda ishni yuritib turmasak bo'lmaydi. Xursand bo'lgan jihatimiz bunaqa insonlar ko'payyapti. To'g'ri aka. Chunki birni bersa 10, 10ni bersa 100, 100ni bersa 1000 oladiganlar bilib qolyapti ham, tushunib ham qolyapti. To'g'risini aytish kerak. Avvalo ajrini bersin. Qolaversa o'rnini qoplasin. Shu barakasini yog'diraversin, yurtimiz tinch bo'lsin, qalbimiz xotirjam, tinchlikda yashayotganimizga shukr qilib, insonlar bir-birini rag'batlantirib, qo'llab-quvvatlab, shunday qiynalgan oilalarda yana iloyim qolmasin. Shunaqalar qolmasin. Bitta musulmonning yukini yengillatgan odam e'tikof o'tirib ibodat qilgan odamdan kelishli daraja baland deyiladi. To'g'ri. Chunki bitta mo'min musulmonning yukini yengillatilyapti. Qalbiga xursandchilik kiritilyapti-da, o'ylasangiz. Juda katta. Bitta anjalik bitta onaxonmi? Bitta emas, ikkita. Hajga boradigan $1000 pulini. Yo'q, u bunday bo'lgan. Bizga aytishdi, Qo'rg'ontepadan kelib olib ketasizlarmi bolalarim deb Rustamjonga telefon qildida, "Hoji, biz o'zi Qo'qondan uyga borib qaytib kelyapmiz. Qo'rg'ontepa bizga yana 50 kilometr. Charchab qolamiz biz. O'zi ertalabda yo'lga chiqsak, obeddan keyin bo'lib ketyapti. Bu yoqqa kelishimizga. Yo'lda haligi sovg'a salom berib yuboradiganlar bo'ladi. Ularni yo'l-yo'lakay olsak ham shunaqa vaqt o'tib ketyapti. Desak, men o'zim boraman Yangi bozorga. Olib o'tib ketinglar, jon bolalarim dedi. Biz o'ylab, biz endi to'g'risini aytish kerak, 3-400 ming so'm pul beradi, shuni olamiz deb o'ylab tursak, shunda Rustamjon o'tib turib pulni 100 ming so'mlab ichidan puldan sanayapti deydi, do'stim deydi. Endi qog'oz chiqaruvdan $100 ham berasiz shekilli deb tursam, shaq sanatda $1000 sanamon o'g'lim olasiz dedi. Qanchadir so'm berdi dedi. Dodi keyin so'radi. Ya so'ramabdi shunda, haligi bo'pti deb turib olgan, yo'lda ketyapti turib esiga tushib ketdi. Endi biz buni gapirganimizda videoda qanaqa ayol, nima, qanday holati deb so'rang, aytib berishimiz kerak-ku, buncha pul bergan odamni. So'ramabmiz ham deb turib, hojiga borganmisiz? Hojona dedi. Yo'q bolam, endi boraman dedi. G'alati bo'lib ketdik biz. Hojiga borib kelishdi pulida hozir. Bunaqa yosh katta odamlar Hojiga bormasan, o'sha boraman deb atagan pullarni, yiqqan pulini ehsonga berib yuborishdi. Shunaqa bo'lsa kerak. O'shani ajrini bersin shu odamga. Ajrini bersin, Ilohim. Ilohim yozgan bo'lsa Xudo. Mana bunaqa insonlar kamda, endi yo'q. Endi bitta ikkita eshitib qolar ekansan-ku. Hajga boraman degan pulni kamdan kam odam ehsonga berib yuboradi. To'g'ri aytyapsiz. Nimaga u yoqqa borib kelishdanmi, anaqa qiladi, o'sha yoqqa boraman deb u yoqqa tortadi-da. Tem bo'lib oldin o'sha onaxon mana shunchalik u yoqqa borishdan o'zini tiyib, endi Alloh qachon uni rizq qo'shib chaqiradi, boradi. To'g'ri. Lekin nimaga berib yuborishdi? Zarurroq degan joyni his qilganda qalban his qilgan. Qayerga zarur bu pul degan joyiga qalbiga solganda, qalbiga u yoqqa borganimdan ko'ra hozir mana menga nimaga shunga muhtojlar bor deb. To'g'ri aytyapsiz. Qarang aka, ba'zi akalarimiz kelib shu mahalladan bu yerga o'tmaganimga 5 yil bo'libdi, 2 yil bo'libdi, 10 yil bo'libdi deganlar bo'ldi-da. Men bularning shunaqa eshitildi-da. Nimada? Endi qo'shni, mana ikkita qo'shni uchun kelib aytamda ham aylanaveradi, bu yoqqa yurilmaydi. Tupikda. Allohga oson ekanda qarang aka. Bu tupik ko'cha, bu yerda hech kimning ishi yo'q.
To'g'ri. deyishligida o'zi noto'g'ri ekanda. Alloh mana shu yerga odamlarni jalb qilib qo'yaman desa, jalb qilib qo'yar ekanda. Ham qo'shni mana endi rejam deb o'ylasa haqiqatan tan olamiz. Endi necha martadir Hamtakamni oldiga ishimiz bo'lsa chiqib Hamtaka qaytasiz deydi. Ana qilamiz. Yo'q bo'lsa-da, yo'qda bo'lsa gaplashib turamiz. Biz ko'cha-ko'yga chiqib qolsak yoki do'konga kirsak, Lekin kam. o'zmaylarga kirsak, ukalar charchamayapsizlarmi? Bloger ukalar boshqa degan gaplarni eshitib turib, butun mahallani, butun Oqtepani nimasi shu yerda ekan. Ko'zi shu yerda ekan. Video ham shunday, uni yoqamizda sirazi birinchi layk qanimini laykini topib olay deb laykini bitta bosib qo'yaman. Har kuni har yoqqanimda har bitta video o'tkazsam, darrov bosib qo'yaveraman. Foyda tegsa kerak. Serial ko'rganda ko'ryapmiz deyapti. Ana u. Nimani aytyapti? Ummatal akamning o'g'li kichkina bola, hali o'yin o'ynab, telefonda o'yin o'ynaydigan bolada. Bizni nimamizni kutib o'tirar ekan shu bola. Men shomda odat bo'lib qolgan, shomda endi ovqat mahal dasturga o'tirgandan keyin ana videoni darrov kunligini tushadi-ku, 3 soat oldin, 8 soat oldin keladi. Darrov yoqib qo'yaman-da, katta ekran qo'yib, shunday orqasiga choyni bir narsa kelib, to'yib qo'yaman-da, ovqatlanib olaman. Hamma o'shani ko'rib ovqatlanamiz. O'tirgancha. O'sha quvonadi. Bu degani o'sha mahallada shu O'rganib akaga qolingan. nisbatan be'tibor bo'lmayapti hech kim. To'g'ri aytyapsiz. Lekin hamma xursand gapirsizlarda mana Chunki shunchalik. ko'raman desa boshqa mingta narsalar bor. To'g'ri. Lekin shu qo'shnichilik, qo'shnichilik, to'g'ri. Kuyib turib, hayot qanaqa ketyapti, nima bo'lyapti, qanaqa yordam kerak, bekorga ko'rgan yo'qda shuni. To'g'ri aytyapsiz aka. Yo'q, bu Har ana ikkala narsa kam bu. shu qo'yib qo'yaman-da. Bo'lmasam mana biz obunachilarimizdan boshqa viloyatlarda bo'lgan bilan boshqa viloyatdagi mahalla sizlarchalik qiziqib ko'rmaydi-yu uni. O'zingizlarni akalaringlarni uchun kimnidir ukasi nima bo'lyapti degan, qo'shniga nima bo'lyapti degan shundan bilyapsizlar. To'g'ri. Bu Davron aka bu narsa haqida nima desam bo'ladi? O'zi e'tibordan bilib qo'ysa ham bo'ladi. Birinchi kun kelganda Sho'rajon hoji akam chiqqanda, Sho'rajon hoji akam men videoda bir gapirib o'tib ketdim. Mayada qolib ketar ekan aka. Birinchi kunda qolar ekanda bu narsa. Chiqdida nima kamchilik ukalar? Ismingiz nima? Abdurahmon, men Sho'rajonman va shu mahallada shunaqa deb aytdi. Keyin aytdim mana shu birinchi kun ishlab o'rgangan kunimiz nahot qanchadir pul berdi, adashmasam shu pul berdi, qo'limga ushatib, Abdurahmonjon, mana choy ichasizlar, mana uni kamchilikka ishlatasizlar deb turib birinchi eslandi mahalladan. Sho'rajon hoji akam chiqqanda, hozirgacha mana Kenayaz betopid ekan-ku. Chiqolmayapman Abdurahmon, uzr olma mendan deb turib uzrini so'rab telefon qiladi, nima kamchilik bo'lyapti deb turib xabardorda har kuni. Aloqada. Chiqsa, chiqmasa, lekin aloqada xabardor. O'zi ham mazasiz yo'lbars ishini yangilab ashnab Alloh razı olsun. Haligi nima demoqchiman? Sho'rajon hoji akaga o'xshagan insonlardan o'rnak olish kerak ekan. Insonga kerakligini, inson birinchi o'rindaligini sezdirib qo'yadigan insonlarda bular. Ham o'zini ham o'rnini bildiradi, ham mahalla ko'y, qo'ni-qo'shnilarni qadrini ham sezdirib qo'yadigan insonlarda. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar. Sho'rajon hoji akamni ham. Opamda haq nimalarga Keniyalarini aytyapti. Sho'rajon hoji akamni ayollari, hoji onamizni ham duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Yana nimadir kesishyapti. Nima? Avjiga Kafilda chalasi bor. qoldik-a? Qoldik. Fazlo akalar ham qaytyapsizlarmi? yo'q, yerish ketamizmi? Tugatib qo'y oxirigacha. Nimani tugatasiz? Kafilda-da. Ha, terishasizmi? Ha. sheriga ketyapti. Ha, do'stim. Sherigiga ketyapti. Ha, Zinada bitta, istashkada bitta. Bitta ishlar bitirib qo'ydik. ha, bo'ldi aka. Ajorlar sovishsin. Hojiboy kirib ketdi shekilli chamamda, ko'rinmayapti. Yo'q, ichkarida yo'q. Charchadi. Juda qattiq ishladi bugun. Ko'p narsani ham bilishar ekan. Ko'p narsani biladi Hojiboy ham. Yaxshi inson. Endi qadrdonlar ichkariga kiraylik. Nimadir qilishyapti. Bilsak video. Rahmat. Qani ketdik. Matalaga nima qilyapsizlar?
Bitirib qo'yinglar, ozgina ichib qoldi. Nega tuzuymisiz? Nima bilan o'tiribsiz? Yo'q o'zim, qayerdan bunaqa qo'yim nima? Ko'nglingiz ayniyapti, odamga o'xshab o'tiribsiz. Tuzuymisiz, charchamasizmi? Yo'q. Yana bunday bitta narsa. Xo'p, Mana shu yerda o'ylab o'tiribsizmi? Shuncha ish tugatib qo'yaman. Qoyil, ona, jigarsiz ham-chi. Tarixga til oldik. Jigarni men sizlarga gapirmayman. Kun chatmas. Jigar gapir. Ola pechka yomon qilyapti mana bularni. To'xtagan buni Lekin kuydiribordimi? kelin kuyovlar kelguncha pechka yeyib boradi. To'xtagan jigar. Yo, bayi, mana kalachim yechib qo'yibman-da mana uni. To'k kalachi bor-ku bunaqa. Loyoram suv o'tmaydigan anaqa. Mana shu mana oyog'i turgan joyga mana shu yerga yechib qo'ysam, yer ketdimi? yumshoq bo'lib qoldi. Bu pastda turgan narsa bo'lsa, Hozir ikkita kallamda ko'ngiltaga yechibdilar jigar. Ha, shuning uchun-da. Qadrdonlar mana Ummat akamni qaranglar mana qanday chiroyli ish qilib qo'ydi bu yerda. Kafelni terdi mana pastga 120 qilib. Nasıl chiroyli qilib, tepaga kafelni to'liq qilmoqchi edi. Kafel bo'lmay qoldi bu kafeldan. Keyin travertingdan o'zi mana shunaqa qilib gul qilib chiqarib, polni urib chiqdi mana. Patalolarda Fazil akam bitkizdi. Fazil akamga gap yo'q lekin. Qadrdonlar, bu mehnatlar duo qilinglar, kommentga yozinglar. Iltimos, men ozgina bo'lsa ham mehnatimni qadrlab, like bilan obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarni ko'rsin uchun harakat qilyapman. Menga bu videolardan daromad kelmaydi. Men videodan daromad olmayman, chunki hali u darajaga yetganim yo'q. Obuna bo'lib qo'yib, obunachilarim ko'payib, meni videolarim ko'proq tarqalsa, balki vaqt kelib, videodan ham pul oladigan paytimiz kelar. Faqat sizlarni motivatsiyalar bilan, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan videolarni davom ettirishim mumkin. Bo'lmasam tez hafsalam zavod olishim mumkin. Qadrdonlar, jonli efirlardan chiqib ketib qolmanglar unaqa qilib. Like bosinglar to'lka. Like deb bosinglar. Like. Abdurahmon o'zi videolarim o'xshayaptimi, sal bo'lsa ham? Ha, zo'r aka, o'xshayapti. O'xshayaptimi? Ha, chiroyli ko'ryapmiz aka. Yaxshi chiqyapti. Ha, zo'r chiroyli aka. Yaxshi. Ishlar ham nuqtai. Ishlar ham zo'r mana. Endi haligi ko'proq ko'ryapsiz-ku, mana ustachilik qilib bu yerda ish bilan bo'lib qolib, videoga o'ta ham e'tibor qora olmayapsiz. Charchab qolyapsiz kechga borib. Mana desda bularga kam berish kerak. Vaqtingizni qarang. Chiqilgan joy, tozalangan joyda. Botashay suv baribir. Ha. Fazil olgan so'kish shartmi? Shunday akaxon. Yo'ldilar bular. O'zi baribir botashay. Bir ikkita pechkani to'la uy suyapti mana. Bitta pechkani Qadrdonlar, patalolarga baho beringlar. Patalolar o'ta go'zal. Barnolar ichra barnorano degan pataloda bu. Yo eng pastni ichib, eng balandni ichib. Qani ketdik. Plyamperlarimiz mana go'zal. Bu hozir plyamperni bitgan holat emas, qadrdonlar. Noto'g'ri tushunmanglar. Bu yerga O'tkir akam, Hoji akam kafel olib kelgan bu yerga moslab. Ustiga polni kafel bosiladi. Kafelga moslab qo'yilgan. Mana shunday to'g'ri mana bu ayvonni pastki qismiga qaratib, gilamni bitta qilib solib qo'yiladi, darojga gilamni. Go'zal. Men yerga nimaga kafel bosmadinglar desanglar, mana loy choplab qo'ydik, loy sal o'ziga ushab qatib olmasa, tashlab yuboryapti. Ha, Hoji aka? Ertaga bosamiz endi buni, to'g'rimi? Aha. Qatgandan keyin. Hozir uni turbaning oldini kechagi chala qolgan joy bor-ku. Ha, to'ldirib qo'yish kerak, ichidan beton bilan. To'ldirib qo'yish kerak, ha. To'g'ri. Mana shu ham chola qolmasin, to'g'ri aytyapsiz. Bu hozir
Jiddiy ishga o'xshab ko'rinyapti-yu, ertagalikka bir kunlik ishda bular. Hoji aka, uni siz anaqa qilib qo'yasiz ekanda, orqasi 150 lik turbani sekin paqirda qo'yib turib 300 lik turbaga aylantirib qo'yapsizmi? Ha, shuni qilmas kerakda. Qo'y. Ha, bo'ldi ayt aka. Ozgina bo'laman bu yerda. Hozir tog'am. Bo'pti, aka, ashtam olinglar. Nima qarang. Aparib qarang. Zo'r chiqdi. Ay, hozir boqaymiz, uni qarab turing. Narigi turbani hozir ham bo'ldimi endi hozir hoji aka? Ha? Narigi turbani hozir ham? Qad, mana bo'ldi. Bo'ldi u. Mashq qoldi endi. Ha. Motalak ham charchamayotganiga hayron qolyapman, bitkizaman deyapti-da u ham. Changitdik. Umidjon qani? Telefon o'ynayapti. Ushayni bittasan jon aka. Nimaga? Jigar? Otamakara qilmas kerakda. Kontrol qilmas kerak. Hoppa. Qumni tagiga tashlayapsiz, beton tushmay qolmaydimi hoji aka yerga? Ana, endi beton qo'yamiz endi mana ikki. Ha, buni tepasi bitib qolsa bo'ldi-mi? Ha. Bo'ldi, tushunarli. Allo. Ya, endi paqilni joy qolibdi. Ho. Bu sirojdan gul takan deyaptimi? Ha, ancha yaxshi bo'ldi hozir. Yaxshi qo'ymoqda hozir ko'rishga. Ko'rishing. Ha, bo'pti. Berpaymi? Ha, bering. Ha, bo'ldi. Zo'r ta'sir qiladi buni odamga. Qadrdonlar, sirojdan kasalligini ham bilishadi. Ukollar ham chiqyapti, hayron qolyapman. Ya, endi hadinga eshitdim-da, hayajon. Guli yaxshi, ancha yaxshi to'p. Hali kunga absizlarga qalampir mulchoqi ta'sir qildimi bilmayman, men ancha yo'qolib ketdim endi. Shu kunga har kunga har xil ekanda. Qalampir mulchoqi Har kuni erta bilan bir dona qolaman. bitta hojiga telefon qildi-da menga. Oldingi soat Tekishmi? Ha, Abdurahmon buni yurmang, xronический bo'lib qolasiz. Ash qalampir munchoqni qaynoq suvga piyolarga 5-6 gram tashlaydi. Menga iloji bo'lsa kechgan ustiga qo'shib rangi chiquncha tushib piyoladi. Keyin iching yashini dedi. Ichib, balki uyib qolgan qalampir munchoqni chaynadim keyin og'zimda. Achchi. Nima achchi bo'lar ekan. Ashim bilan bilmayman. O'sha sabab bo'lishi mumkin. Ash sabab bo'ldimi? Ancha yozilib ketdi. Men yaxshilar shamollab qoldim. Men ham shundan foydalanaman deb undan ko'proq. Shu issiq finjonga kuyib turib, Ichorasiz. ha, qaynoq suv, dog' suv kuyib turib shuni tashlayman. Undan keyin limon choyni ham uzmadi. Ha, Limon choy ham qilib tashlaydigan haligi, tozalab yuborar ekan. Shu limon ham juda vitaminlarga boy u ham. Qadrdonlar, jigar ham qattiq olyapti. Ha, bu. Malades shularga ham. Kameramiz sal qilaroq. Yuzini duosi qilib qilib endi Mayda salomat bo'ling. bo'pti. Hisob bo'y, yaxshilab oling. Biz ham mana shuni quyib qo'yib, endi efir qilamiz endi. Mayda. Yuborka xudo xolasa. Rahmat hoji bo'y. Ertada men nima bilan hozir nimalarni aytaman. Nima, jigar? Sizni efirga chaqirishyapti. Siz bo'lmasangiz bo'lmaydi ekan. Sizni уже anaqaga qo'yish bo'pti. Rasmlaringizni chiqarib hozir efirda o'tiribmiz deb battle qilishyapti ekan уже. Chiqmas. Bu nima bas, xolos uxlatmaydi, xolos sen. Mirsayt akamlarnikida. Kecha ham 2 kech. Bo'lar ekan-a, xudo xolasa mana shuni. Kamib qolib oldimmi ishni? Kam bola.
Ben olsa bütün kurum batır olarak. Bütün batır olarak sen bu sefer. Hoş. O teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hakka bilasizki, To'xta. Kamib oldi-yu bu, ha? Jinniga muhtar. Kim bo'lib qoldi jinni? tiqasinglar nimalar yo'q. Toshlatib qo'yamiz. Mana shu sovuqda ham tellayapsizmi, hoji aka? O jigarni qanday tellaganini. Yo'q, Mana shu sovuqda ham tellayapsizmi siz? yo'q. Mana tellayapsiz, qarang. Qizarib ham ketasiz. Jigar siz efirga bormasiz bo'lmaydi baribir. Yo'q. Nima demay? Jinni ekamda. Bizning ekan. Bir paxtalik bilan. Ana sen undan so'y. Burildi. Ochiqi yo'q, xolos. Ana ochiq bu. Ana ochiq turibdi jigar. Yashay. Ana kamera, qara haligi nima? Ana nima mas'ul. Haligi ham bor shekilli. Chatog'ish qilib qo'ydik-ku. Ha, jigar. Chatog'ish qildik. Ana sen undan kuray bor. Tepalab oldingda-mi? Ikki gapamiz endi. Suv seden suv yuboramiz. Bormi oda? Yo'q, suv yo'q. Atizdan oldik. Ha, keyin nima qilamiz? Suv Sop kelaveraylik. Qadrdonlar, mana so'killarni yopishtirib qo'ydik. Ertaga ozgina ichiga rastvor quyib qo'yamiz, xato olgandan keyin. Bo'ldi mana, xudo xolasa. Ro'para so'kilimiz ham deyarli bo'ldi. Shunday qilib alhamdulillah robbil alamin. Inshaalloh yangi yil kunda bir qattiq urinib topshirib olsak uyda egasiga bemalol dam olamiz inshaalloh. Abdurahmon. sovuqda ichamiz desam, vaqt iskar potlab ketgan. Gummillab ketdimi? Buni yuvar yoni. Yo, Choy yo'q. Voy, sovuqda. Men suv ichaman deyapsiz. Ichkaridan jinday turuvdim, isib ketdim, chiqib suv ichib oldim. Sohbakam kelin-kuyovlar kelgan cho't, kechkasini aday tomon qiladi, ishonavering. Sohbaka shakarbalay bo'lib ketibdi, ko'ringmi nimani? Pechkani? Naryoqda portiska ochiq. Yo'q. Ochib qo'yilgan naryoqda. O'sha siklab, aynan siklab bo'lsa. Mana uni ham bittasini ochib qo'yish kerak, nami chiqib ketishi. Bo'ldi, tugatchi. Suv bo'ladi. Ko'p qo'nalar bilan. Berib qo'ying. Haligini nima deydi u? Otalarim o'tgan kuni javob oldi sahniga. Nima qarang? Suv joyiga qo'yildi. Ha, suv. Ochib qo'yib ketsa, ketaveradi. Ha, Ochib qo'yib ketsa-da. Hamidullo akam shunaqa sharoitlari bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Hamid akam. Daroza qo'yganmi? Ha, daroza xudosi bugun keladi yondi shekilli, ertaga keladi shekilli. Rustamjon gaplashyapti o'zi.
ko'payib ketdi ya. Qanday qo'yib Ya shu qumdan qo'shib yuboring. Uspasi qo'yiladi. Ana. Loy Şurada yüksem ben balonuyum loy bo'lmaydi menimcha. Mashida uni hali bitta nima videoyimda ham aytib o'tib ketdim. Ko'ryapsizmi? Ha bo'lib ham hali yomg'irlar yoqqan kuni ham shunday qarasam pokiza turibdi-yu. Mana lino poliga ham loy olmagan ekanda, hozir ham mana loy emas. Qanaqa qilib eplaysiz bilmayman. Hadi so'mkasi latta yuradi. Tushgan zaman bitta aytib qo'yaman. Ha. Betga qatnaganligimni juda qaror qolyapti-da, bo'lmasa gard yuqtirmayman. Maza qilib qarab yurish kerak texnikani o'zi. Har qanaqa texnikani. Hali Akhamjon choyxona ochib bor-ku. Ha. Ge. Ya. Dadalari bor. Ha. Nima ekan? Ko'rdingizmi? Borganingizda ko'zingiz tushadi. Hey. Motosikl bujari bitta qo'lda latda turibdi. Motosikli qiziqadigan ko'p ekan-a, Oqtepada ham. Bor, bitta bor. Mana. Baliqni nima qildi? Qoqdi. Baliq qishqirdi. Balandlik o'shanda. Balandlik o'shanda. Yeyishgami, tutishgami? Juda zo'r. Baliqlar kimsa o'zi keladi oldiga, nima ketdi? Fayzul aka. Fazil akam kelibdi. Xapolada chiqmasang. Qalmog'ini o'r chaproqqa tashlab boringlar dedi. Fayzul akam kelibdi. Yaxshi nimalar bor edi. Qaytaga yaxshi. Ha, hayot ekan. 6 safardan beri bitta baliq tutib kelmadi-yu. Ha, endi u charchab qolyapti. Xo'p. Ko'plab qilsa joy bor, joyda. Ha, yozyapti. Yo'q, men gapirib qo'ydimmi hayot ekan? Ya endi tushunaman narsa o'chi. Qirvoldi, sho'li baliqmi? Ha, 50 kilo tutgan paytlari ham bo'ldi-yu. Ha. Teshikdan olgan. Uchalam bo'lardi, hoji bor edi, uchalam bo'lar. Bo'ldi, nimada ana o't darajada uzab tur. Bo'xda yetsa qo'yadi. Jigar bilan achchig'is kelib qolsa yomon sizasiz. Ha, yana tiydi. Tiymang, tiymang. Bor. O'zingiz nima qo'yay? hali mas'uliyat qo'ydingiz. Yo'q. Ya bunga bir kilo qum qo'shib qo'yiltiring. Qo'yiltiring jigar. Ozgina qo'yiltirib yuboring-da, oqmaydi. Ya mana ikki kuyar qo'ya olamiz. Buni betini silolab qo'yaveraylik. Bo'ldimi bu yerga? Ha, sal uklon bo'lib qolgani ham yaxshi bu yer. To'xta. Tashlab qo'y qana, jigar. O'rniga jigar. Mana, ketdi. Bo'ldi yo, men Bo'ldi, kerak emas ekan jigar. Uzr. Adash. Qorovotdagi nima qilgan? Jigar, lekin sizga qarab turishibdi-mi? Kim qaraydi? Ketdi, o'ziniga boraylik. Mehmonlarda. Jigar. Ketdingiz nega? Buna demayapmi jigar? Qarab turishibsiz, siz bo'lmasangiz bo'lmaydi ekan. Charchadingizmi? Xuddi suyapti. Kim so'kadi? Suyapti, xuddi suyapti. Eting aloqa hali. Xotin so'kyapti deb aytibmi? Ha. Ya xotini bas. O'ta chachab ketdi. Ha, shu bola tuydi meni suv olib berdim. Apimedi o'zim aldim. Oxiri. Qada? Hada. Suv olib kelishmadimi? Ha, oxiri o'zim paqirda ochib suv aldim. Mana shu yerga tashlab beraylik. Qadrdonlar, jigarni duo qilinglar. Haqiqatda ham juda ko'p ishni jigarni kezyapti. Qo'l hali og'ir mehnatlar asosan o'sib turibdi. Biroq bor haqiqat. Videolarni ko'ryapsizlar. Nashajicha qasab qolgan ekan-a, hozir. Hoppa. Ketib qoldi.
Ummatal akamlar endi ertamangacha olishadi shekilli. Bitirib ketinglar sizda. Ha, bitiringlar dedingizmi? Ha? Ertaga o'g'li kelsa. Uni to'g'radi-ku. Ha. Boltga kelganda ekan boshdan qachirib qo'yadi. Uni uradi. Ha, unitazda boltga akalash ham shart emas. Ha. Shuning uchun bitirib yuboringlar dedim-da. Yaxshi bo'pti. Hozir men kiraychi, akalarimdan bir xabar olib chiqaychi. Obunachilar ham. Kiraylikchi. Nima qilishyapti ekan? Jarayonlarni ko'rsatib berdi. Biz ishimiz tugadi. Bizniki tugadi. Ertaga xudo xolasa men yerda onam domini ham qilib qo'yamiz dedilar, kafel oldim dedilar u yoqqa ham. Kafilimiz yetib ortyapti. Biz manatni ko'p nima bor. Bizda hisobga boribmiz. Ha. Aytib keling ya. Bizlar siz keladi deb aytib kelganmiz. Mo'ljal oshib olib ketyapmiz dedik, bo'pti dedi. Qaytarib olib borsak, Nazorat bor. ha. Bo'ldi. O'ziga qarashingizni tanishtiradi. Hoji aka ertaga endi Ha, bo'ldi. Ertaga planlarimiz nima endi Hoji aka? Ertaga xudo xohlasa. Asosan uborkami? Asosan uborka. Endi Asosiy uborkani kim qilib qo'ygan bildingizmi bugun? ha. Hoji bor. Hoji buva qilib qo'ydi. Bahrom Ammo qo'ydi. juda anaqa bo'lib ketdi ashyachi, yomon bo'lib ketdi. Ertaga endi manatga polini qilamiz. Qolini qilamiz xudo xolasa. Ichkarilarni bitta tozalab, folgasini yozib, buni Gilamlarni yozaveramiz. Parda-mardalarni ilinadi. Pechkalarni qo'yib, chiroq pokiza qilib, tagiga bir narsa qilishimiz kerak pechkalarni. Tunika qilyapti-yu, tunika. Tagiga tunuka berasiz. Sardor akanda sotish. Sardor Beyda bor. Ha, bu tunikalarni qilib. O'sha tunikasini olib kelib, tagiga qo'yamiz ikon tagiga. Ya o'sha yerda o'zi pechkani tagiga qo'yib. Archalarni ekamiz. Endi ana archalarni ekib, to'la turib qo'yamiz. hofizlar qayerga joylashtiradi? Mana nimani tagiga joylashaveramikin deb ham o'ylab qoldim, hofizlar. Ha? Navesdagi. Bemalol o'tirishadi. Bu yerda archalarni ham ekib qo'yamiz-da. Archalar ekib qo'yilaveradi, mana bu yerda. O'ngga mana tushaveramiz mana, o'ngga tushsa. Bu yerda aytib turishaveradimda, 45 gradusda qarab hofizlarni ham bunday qilib qo'yamiz. Bo'laveradi. Abdurahmon tasavvur qildingiz-a? Ya bekalik yo'l akelishi tasavvur qilyapti. Ha. Nima aka? Nima deysiz Hoji aka? Bo'ladi. Apot qo'yish. Abdurahmon desiz, men ha to'g'riyapman, men ham ha to'g'riyapman. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa. Uni o'rnidan chiqarib qo'ydinglar, pamoyim. Kesitaylar qo'ygan, ertamatanga dirs qo'yib yuborgan. Mo putunini qo'yaverasizlar. Hozir ishlar bor ekanmi? Ertamatanga qo'yib. Ertamanga santexnika keladi, omasizlar ham charchadinglarmi? Yo, santeni oldin qilib olsin-da. Qilib olsin deyapti. Qatmiyatda keling. To'g'ri, qatmaydi. Endi hozir o'zi yarim kechasi bo'ldi-da. Endi ertamanga qatmaydi. Qullab qo'ydigan qo'yiladi. Oxirgi Ha. bir bitta chiqib ketadi. Ko'plab chiqitlaveradi, to'g'ri. Yashaydi, o'rnatib qo'ying. Qancha ishlasa kerak. Santexnik endi aka bitta boiler deyiladi, bitta smesitlimiz bor. Semistitlni qo'yadi. Unitaz o'rnatiladi, ish tugadi. Bu yerda hozir ertaga kukunlikni kelsa, kukunlikni qo'yib, mo'ykasini ulab qo'yiladi. Bu ham bo'lish kerak-da, ruchkasini olib kelib ochish kerak. sifonini solib qo'yiladi. Bitta suvni chiqarib, suv sovuq suvni mo'ykaga ulab qo'yiladi. Bu Hozir keling. endi santexnikani picha tushunganim uchun endi tez aytib qo'ya qoldim. Boiler idish beradi, ichi qo'l ushlashi mumkin boiler. Bu ham ja unaqa emas. Pena-yu bu. Oson. Teshib kiyinmas. Buni zo'r bo'lsa. Patologga baho beriladi, qadrdonlar. Adash patologga aytyapti-mi? Ha, zo'r. Jeg'izlar ko'rsatib beraman. Aslan qilib. Devetlarni o'chirish. Patologga gap yo'q bu. O'chirilgan holatdagi rakurslarni ham ko'rsataman. Mana qanaqa kelyapti, yudish. Narixona ham zo'r bo'libdi. Patologga baho beraverasizlar, qadrdonlar. Mana patologga ham baho beraverasizlar. Buni yopib, buni o'chiramiz. Baho beringlar, qadrdonlar. Bunaqa rakursda sizlarga hech kim olib bera olmaydi bunaqa. Bunaqa qilib pastdan, qilib bunday qilib olib bera olmaydi-da, qadrdonlar. Adash buni nimaga bu? Pol tegami? Ha, bu polni tagiga solamiz. Mana shu qalinidan oldingda adash nimati? Qalindan solsak, umuman istashgan usta sovuq chiqarmaydi. Gilamlar ham o'zi zo'ridan olib kelibdi.
Uni ham bitta tashlaymiz. Issiq bo'ladi-da. Portga qo'yib. Mana portga qo'yib. Endi qo'shni tomonga portishcha. Agar bo'lganda havo aylanishga zo'r bo'lardi, qo'shni tomonda endi u baribir. Begona bo'lmasa ham qo'shni baribir. Jigar. Ona sizni nima qilishadi? Bormasangiz ham juda qattiq xafa bo'lishadi sizdan. Qayta aytyapti. Bormayman. Xafa bo'lmanglar. Charchadim men. Rahmat. Hammasi uchun rahmat. Joningiz esan bo'lsin hammalaringizda. Men bormayman. Butun O'zbekiston bo'yicha Butun chet davlat, butun O'zbekiston, Rossiya, chet davlat hammasida salom. Bo'ldi. Rahmat. Butun bormayman, uzr. Rossiyadagilarga omadini bersin. Finalga keladiganlar nima qilsin? 31-kun bilan tem bo'lib qolyapti. 31 demasan kelishsinmi? Hali bayram ekan deb yurishmasdan finalga kelishsin, shuni aytib qo'ying, kelinglar. 35-kuni nimada? Ha, yoppa. Nimadagi? To'yda. Ha, Hamid akamni to'yda. Nikoh to'yi munosabati bilan Zatizda o'tizib, setda nima qo'shib ketamiz. Yoppa to'yda bo'ldi. nimaga to'yga o'zi aytasan mahallan hali? Nima edi hali mana deb aytlardi. Janch. Jarchi-da, jarchi. Jarchi. Abdulhamid akalarnikiga to'yga. Hozir bas. Ha, 35-kuni, Qala aytasiz, shuni bitta aytib qo'ying. Hamid akamda to'yda, nimada? Odamlar keladi hozir. To'g'ri qayda osh qilyapti ekan. Nimadan bo'ldi? Hozir ustob ham chiqadi. Nima bo'ldi? Baqa chaqirib o'tyapti. Bunday bo'ldi. Nima bo'lganda hali Sirdaryoda birinchi sovxozda nima bo'ldi? Hali Sardoba bor-ku, chetda birinchi sovxozda sherik bilan lab bozorga yo'qotsak, sherikda yangi borganlar bor. Yo'q, endi ularga ertalab shahar turdimda turib aytdimki, ertalab Naharashga boraverasizlar. Desam, haligi bergan Naharashga chaqirishar ekan bo'lmadi. Hammasi turib Andijonliklar bor, Marg'ilonliklar ham turib kelishyapti-da. Shunday bo'ldi. Jigar. Chi efirga Umurjon charchamadingizmi? Siz kulib turishingizlar. Qog'ozni hech kim olmadimi? O'zim teshib bo'lmadim. Olmadimi hech kim? Bor. To'longa yevardi, bitta pishur. Qattiqda bu. Nima ekan u? Nima borasan endi? Turib o'tadi ertaga. Shuni teshib qo'yasizlar. Ha, uni hazillashib qo'ydi. Uni men metrlarni yozib chiqqanman, hammasini qada teshik bor. Yozib chiqilgan. Hazillashib qo'ydim men. Qadrdonlar, endi videoni ozgina to'xtatib turamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Bizni kuzatib turganinglar uchun rahmat. Shu tepaga qo'yib qo'ygan raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Qurilish ishlari bo'yicha bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlar bo'lsa, qilaveramiz qurilish sohasida. Bizning asosiy hunarimiz shu, qadrdonlar bilasizlar. Like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, iltimos. Rahmat, boringlarga shukr.
yaxshi dam olinglar.